Birinchi birim. X ham Y ko'pliklari orasidagi baylanish oldagi sxema bilan berilgan. Qaysi baylanish funksiya bo'lar? Funksiya tushunchasi anlatmasından biz ko'ramiz. A ham G sxemalarındagi baylanish funksional. B ham V sxemalarındagi baylanish funksional tugul. Shunlabda A ham G işrağında X ko'pligidan har elementi uchun Y ko'pligidan tengdoshli element bor, ham ul birdan bir. B işrağında X ko'pligidan ish soni uchun Y ko'pligidan bir elementda tengdosh etib qo'yilmagan. V işrağında X ko'pligidan ish soni uchun Y ko'pligidan bir yo'li ikki elementda tengdosh etib qo'yilgan. 6 ham 7 sonlari. Ya'ni tengdoshli elementning birdan birlik talabi o'talmagan. İkinci birim. Tegiz yaqlı ishpishmoqning perimetri bilan onun yağı o'zaro baylimi. Agar ishpishmoqning yağı A tegiz, perimetri P bo'lsa, P o'zgarishlisining A o'zgarishlisidan bayliligin nindi formula bilan berilgan mumkin. Bu baylilik funksional bo'larmi? Ishpishmoq tegiz yaqlı bo'lg'ach, demak, aning bor yaqlarida tegiz. Perimetrni topu uchun biz ishpishmoqning barliq yaqlarida qo'shamiz. P tegiz A plus A plus A tegiz 3A. Demak, P o'zgarishlisining A o'zgarishlisidan bayliligin P tegiz 3A formulasi bilan berilgan bo'ladi. Bu baylilik funksiya. Uchinchi birim. Ko'pning ko'lami V bilan onun qabırğası A uzunluğu arasındagi baylanishni berigiz. Aliga baylanish funksiya bo'larmi? Javobingizni tekshirigiz. Aliga baylanish funksiya. 4-chi birim. Yoqlari 8 cm ham x cm bo'lgan to'ri pishmoqlikning maydoni s kvadrat cm. S'ning x'ga bayliligin formula yordamida ko'rsatamiz. Argumentning qiymatlari 2 ga, 4 ga, 5 ga, 6 ga tegiz bo'lganda funksiyaning tengdoshli qiymatlarini topamiz. Javoblaringizni tekshirigiz. Beşinchi birim. Funksiya y tegiz 10x plus 1 formulasi bilan berilsin. Birida x minus 2 ham 2 oralig'ida. X'ning butun son qiymatlarini tengdoshli y qiymatlarini topargan. Demak, agar x minus 2 ga tegiz bo'lsa, y tegiz 10 topqirlangan minus 2 plus 1 minus 19 ga tegiz. Agar x minus 1 ga tegiz bo'lsa, y tegiz 10 topqirlangan minus 1 plus 1 minus 9 ga tegiz. Ham boshqalar. Üstdagi yo'lga argument qiymatlarini, ostdagi yo'lga funksiyaning tengdoshli qiymatlarini o'rnashtirib, hisoblov natijalarini tablitsa ravishida yozuv o'ng'ayli. Biz x'ning qiymatini odim sayin 1 ga orttira borib sayladik. Bunday ishroqda funksiyaning qiymatlar tablitsasi bir odami bilan tuzilgandilar. Qaralgan misolda funksiyaning belgilangan o'lkasi ko'rsatilgan edi. 6-chi birim. Funksiya y tegiz 5x plus 2 formulasi bilan berilgan. X'ning nindi qiymati uchun funksiyaning qiymati 12 ga tegiz ekanini topargan. Funksiyaning qiymati 12 ga tegiz bo'lgach, y tegiz 5x plus 2 formulasida y o'rnina 12 sonini qo'yik. X o'zgarishsiz kirgan tegizlama toparmiz. 12 tegiz 5x plus 2. Ani shishib topamiz. X 2 ga tegiz. Demak, x 2 ga tegiz bo'lganda, y ning qiymati 12 ga tegiz. Shuni eslatamiz. Masala shishuv usuli bizga tanish bo'lgan tegizlamaga keltirildi. Shunga ko'ra biz ani shisha oldik. Bugungi darsda biz funksiya tushunchasi bilan tanishdik. Darsimiz tamom. Onlayn maktabda
Келесі дәріслерде күтіп қалам.